Men sizlarga hozir bonus sifatida mana bu tarifni olishni o'rgataman bir oyga. Hozir ishlayapti. Keyingi oy ishlaydimi yo'qmi bilmayman. Shaxsan men mana max tarifidaman. Men mana shuni olishni o'rgataman. Videoni oxirida, darsning oxirida o'rgataman. Xudo xolasa ko'rib olasizlar. O'g'illar, hammaga assalomu alaykum. Bugun videoni ko'rib chiqamiz. Ya'ni video o'zi nima degani? Bu YouTube uchun analitika servisi, ya'ni videoni qancha ko'rilyapti, qanaqa ko'rilyapti, qaysi video yaxshi ko'rilyapti, mana shuni ko'rsatib beradi va qo'shimcha juda ham ko'p ma'lumotlari bor. Hozir mana shuni sizlarga birma-bir o'tib beraman. Qaysi ma'lumotlar bor, qanday bor, polniy noldan tushuntirib beraman. O'g'alar, qaranglar mana. Vidaiku qanday ishlaydi? Mana misol uchun bironta sayt Vidaikuda o'rnatganimizdan keyin, agar bizda Vidaiku yoniq bo'lsa, mana ahamiyat beringlar. YouTube'da tagida mana bunaqa qo'shimcha ma'lumotlar chiqishni boshlaydi. Mana bunaqa qo'shimcha ma'lumotlar chiqishni boshlaydi. Mana bizda faqat Vidaiku qoldi. Mana shunday narsalarni qo'shib beradi Vidaiku. Ya'ni o'ng tomonda mana bunaqa videoni holati bo'yicha ma'lumot beradi. Agar shorts ko'ryapsangiz, shorts ma'lumot beradi. Mana bu yerda obzorga o'tsanglar, videoni kalitlari, xullas mana shular haqida bitta-bitta ko'rsatib o'rgatib beraman. Xullas mana shu ma'lumotlarni qo'shib beradi. Juda ham, ya'ni videoni analitika qilish jarayonida, video qaysi yo'nalishda qilishim kerak, o'zi analitika juda muhim. Qaysi yo'nalishda qilish kerak, qanday qilish kerak degan savollarni yopish uchun sizlar mana shundan demak foydalansanglar bo'ladi. Tariflari bo'yicha ko'rsatib beraman. Birinchi tariflaridan boshlaymiz. Tariflari ikki xil tarifi bor. Mana $19 tarifi bor, oyiga $19. Keyin $50 tarifi bor. Bularda ikkalasining farqi mana bu yerda yozib qo'ygan va $50ligida, ya'ni video generatsiya, o'zi video generatsiya qilish imkoniyati bor. Mana shu imkoniyatidan foydalansanglar bo'ladi. Endi sun'iy intellekti bor o'zini, ssenariy yozib berasizlar, video tayyorlab beradi. Unaqa ideal ishlamaydi, lekin qaysidir yo'nalishlarga, ya'ni video chiqargani, agar promptini to'g'ri bersanglar, demak yaxshi chiqarib beradi. Va eng yaxshi tomoni menga yoqqani, buni AI modeli bor. AI modeli, ya'ni chati bor, GPT ga o'xshagan chati bor. Mana shu chati bu yerda million ma'lumotlar asosida o'qitilgan. Aynan GPT bo'yicha o'qitilgan. Va boshqa nimalarga tarqab ketmaydi, chochilib ketmaydi. Sen YouTube bo'yicha ekspertsan, bir narsalar deb yozishadi. Shunday savol berasizlar. Birinchi ustunligi faqat YouTube bo'yicha million videolarda o'qitilgan, haligi topoviy blogerlarning videolarida o'qitilgan. Ikkinchi ustunlik tomoni, bu mana shu chat to'g'ridan-to'g'ri kanalingizga ulangan bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri sizni kanalingiz haqida ma'lumot beradi. Nimaga meni videolarim ko'rilmayapti desangiz, demak saytga kirib, YouTube'dagi kirib, oxirgi videolaringizni olib, ko'rib, ya'ni udержаниясini ko'radi. Mana bu yerga mana misol uchun kirsa, videolaringiz bo'lsa, videoda udержанияsi degani qancha minut odamlar buni ko'ryapti. Qani mana eski kanalim, misol uchun mana 4 minutli video bo'lsa, mana 1 minut odamlar ko'ryapti ekan. Necha STR necha buni, ya'ni ushlab turishi, mana shular haqida umumiy ma'lumotlarni beradi. Bu haqida ham hali alohida gaplashamiz onlayn vebinarda. Hozirgi tushuntirmoqchi bo'lgan narsa, mana shu yerga kirib statistikani olib, mana shu statistikaga qarab sizlarga javob beradi. Bu juda ham niqalarni yengillashtiradi, ishinglarni osonlashtiradi. Tariflari bilan tanishdik. Birinchisi $19. Mana shu $19 tarifini misol uchun chatga yozsanglar, mana bu chatga yozib, menga $50 skitkam bor edi, menga $50 skitka ber. Mana bu tarifni olmoqchiman, yangi obunachiman desanglar, sizlarga skitka beradi $50. Ya'ni mana shu tarif $10 atrofiga tushib qoladi. 9 ga $9.5 ga ham tushib qoladi. Oylik to'lov. Shu 9.5 ga ulab olsanglar, shu bilan $9.5 dan faqat to'lab yurasizlar. Bu keyinchalik holati. Men sizlarga hozir bonus sifatida mana bu tarifni olishni o'rgataman bir oyga. Hozir ishlayapti. Keyingi oy ishlaydimi yo'qmi bilmayman. Shaxsan men mana max tarifidaman. Men mana shuni olishni o'rgataman. Videoni oxirida, darsning oxirida o'rgataman. Xudo xolasa ko'rib olasizlar. To'g'risi og'zim og'rib ketdi o'g'illar. 2 soatdan beri gapiryapman. Endi eng kerakli joyiga o'tamiz. Kerakli joyi qanday qilib max tarifini olishni o'rgataman. Max tarifi mana bitta kanal uchun $50. Va mana bu yerda ko'rsatdim, sizlarga hozir ko'rsatdim. Qani, mana bu yerga o'qishga kirsanglar, uchitsa degan joyga kirsanglar, mana bu yerda sizlarga aytdim, qaysi kursni ko'rishdi. Juda tavsiya qilgan kursim bor. Mana shu bolani ismi mana bu YouTuberda. Mana bu YouTuber mana. Hoffegen degan YouTuber. Va Vidaiku mana shu Hoffegenni obunachilariga $1 ga max tarifini taklif qilgan.
Biz obunachisi bo'lmasak ham biz Hofegenni topib oldik va biz bu tarifdan bu taklifdan foydalanamiz. Men hozir o'zim mana shu Hofegenni nimasini sotib olganman. Mana ko'rishingiz mumkin, max tarifidaman. Mana bu tarifdaman men va men buni $1 evaziga sotib olganman. $1 evaziga. Hozir sizlarga ham shuni ko'rsataman. Buni ko'rsatadigan joyi ham yo'q. Mana bu silkani beraman. Mana shu silka orqali o'tasizlar, havola orqali. Mana hozir bitta akkaunt ochib qo'yganman. Bunda ya'ni hozir menda tarif yo'q. Mana besplatno turibdi. Mana shunga olamiz. Buning uchun biz mana shu silka orqali o'tamiz. Mana bu silka, mana kirdik. Mana bu yerga start of today $1 deyapti mana. Bosdik. Va biz mana shu nimani tanlaymiz. Akkaunt tanlaymiz. Qaranglar mana. Akkaunt tanlaganimizda bizga $48 skidka qilib beryapti va bizga mana 0.98 sentga ya'ni bu tushyapti. Hozir men karta ma'lumotlarini kiritaman va olinganini ko'rsataman. Xo'p, mana o'g'alar, biz max tarifini 1 oyga oldik. Tabriklaymiz. Asrorbekni bekariga tushdi akkauntiga. Demak, hozir mana sizlarga o'rgatgan hamma bilimlarimni mana shu yerda ishlatsanglar bo'ladi. Men sizlarga o'rgatgan hamma ключевой so'zlar, mana bu yerdagi instrumentlarni max tarifida ishlatsanglar bo'ladi. Faqat mana bu yerga kirib, chatda mana bu yerda mana max tarifini tanlab savollar beraverasizlar. Savollar bo'lsa, o'g'alar savol-javobga yozasizlar yoki VIP tarifidagilar to'g'ridan-to'g'ri o'zimga yozaveradi. Xo'p, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqadamiz o'g'alar.